Assalomu alaykum hammaga. Buxoroda obyektimiz xudo xohlasa bitta. 3 etajli obyekt. Bu ikkinchi etaji, birinchi etaj va podbollari bor. Hozir ichkarilarini ko'rsatamiz. Hol qismimiz, birinchi etaj hol qismimizda oshxona. Bu yerda zalimiz joylashgan. İkinci etajımız. Bu namazxonamiz. Namazxonamizda bu yo'llarga tiyaga yopishtirib yuborish kerak. Yashilga bo'yab yuborsak, xudo xolasa bo'ldi. Ranglarimiz tomli bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi. Devorlarimiz tekis, ideal, xudo xolasa juda chiroyli chiqdi. İkinci etaj koridorimiz. Bu o'g'il bolalarning xonasi. Bu yerda qizlarimizga xona bor. Bu yog'imizda ota-onalar uchun spalni. Sanuzellarimiz ichiga qo'yilgan. Spalnimizning koridorda ham sanuzelimiz bor. Patval qismimizda kino zalimiz bo'ladi. Juda keng, katta. Relslarimizga hali chiroqlari bor, qo'yiladi. Bu kat yo'lxonamiz bo'ladi. Bu yerda xonamiz bo'ladi. Qishga nafs taxlanadigan xona bo'ladi bu yerda. Kuzatganingizga rahmat. Kuzatib boringlar. Ish jarayonlarimiz tugadi. Keyingi obyektlarda xudo xolasa, ya'ni videolar qo'yamiz.